Uy, akalar buni ko'rmasak bo'lmaydi. Ketdik. Qo'rqmaysizlarmi? Olib kira olaymi? Keldi. Hozir olib kiraman. To'xtadim, tez qilaman. Odamni qo'rqitma. O'zingni betingmi bu? O'xshaydi u. Mana akalar kuryerchimiz basharasi mana ekan. Bu ochamiz endi, ketdik. Akalar tashqaridan obzor qilib beraman, chiroyli qilib. Baland, ketdik. Bular kalit topishga emas, oxiriga boringlar. Oxiridan 10 tomon turibdi mashina. Xo'p, hozir yetib olaman. Mana akalar ujizkanlarni ko'rdinglar, ahvolni juda ham yomon ovoz chiqarar ekan, rostdan qo'rqinchli ekan. Narxi keladigan bo'lsa 63 ming so'm bizning pulga shu yerda. Kargosi bilan bir hammasi bo'lib 14-13 dollarga borsa kerak, 12 dollarga borsa kerak O'zbekistonga. Akalar buni sovg'a qilmayman birovga, chunki juda ham yuriy narsa, kimdir qo'rqitishini xohlamayman men orqali, to'g'risi. Sizlarga chiroyli narsalar bermoqchiman, xudo xolasa. Akalar, iltimos like, comment, obuna bo'lib kimgadir jo'natib qo'ying videoni. Allohga